Assalomu alaykum hammaga. Bugungi o'chirimimiz shu hamma obunachilarimizdan kelib tushayotgan bir xil mavzu. Biz yana birga bo'lib ketamizmi, bizga yana qaytib keladimi degan mavzu bo'yicha ko'rib chiqamiz. Faqat hozirda shu mavzu bo'yicha qiynalayotganlar ko'p ekan. Keyin shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Ayollarimizni chiqyapti, ko'pchiligi murojaat bilan chiqyapti. Bitta narsadan rosa xafa bo'lib ketdim men. To'g'risi, men turmush o'rtog'im unaqa emas. Men o'zim ham yuristman, asli yuridiskiy o'qiganman. Kadr bo'lib ishlaganman dekretga chiqishdan oldin. Bu narsalarni hayot taqozosi bilan o'rganganman. O'zimga ham anchagina vaqtida issiq sovuq bilma amallar kelgan. Haligacha ham do'st bor, dushman bor. Menimcha hammani o'zida ham bir do'sti, dushmani bo'lsa kerak. Shu sababdan o'rganganman bu narsalarni. Hozir dekretdaman. Turmush o'rtog'im ham ziyoli, Allohga shukr, to'g'ri tushunadi ayol kishini vaziyatini, hamma vaziyatni to'g'ri tushunadi. Men ayollarimiz murojaat qilayotganda bitta narsadan rosa xafa bo'lib ketdim. 90% ayollarimiz murojaat qilyapti, beva ayollarimiz. 90%ida o'sha chetga ishlagani borgan, o'sha chetda endi O'zbekistonda albatta O'zbekistonda pul diplom borlarga pul topish qiyin hozirda. Ish topish qiyin. O'zbekistonga chetga ishlagan borgan, Rossiyaga, u yoqqa, bu yoqqa xullas. O'zimizni erkaklarimiz, boshqa erkaklar emas, o'zimizni erkaklarimiz, mana shu vatanimiz erkaklari foydalanib, pulini olib, 4-5 kun borsa 3-4 yil yashab, keyin oxirida uyiga qaytish kerak bo'lganda qaytyaptidagina, u ayolga bo'pti davay deb ketyapti. Ikkinchi xotin qilib olyapti u yoqda o'zi asli. Bu yoqqa kelganda bo'pti davay deb xotinim bilib qoldi, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, xullas janjal bo'ldi, samon aloqa uzaman degan gaplarni qilyapti-da. 90% ayollarimiz muammosi o'shada. Endi bitta gap. Erkaklarimiz Xudo tomonidan, Alloh tomonidan bekorga erkak bo'lib yaratilmaganda, erkak ayoldan foydalanish kerak emas, ayolga yordam berish kerak birinchi o'rinda-da. Meni bitta domlam bilan institutda o'qigan vaqtim doim aytardi, bitta narsani faqat va faqat takrorlardi. O'sha gap hech esimdan chiqmaydi-da. Bilingki, qaysi yurtda ayol xor bo'lsa, o'sha yurtda erkagi sababchi bu narsaga degan gapni juda ko'p takrorlardi-da. Endi bizani o'zimizda o'zbekchilikda, o'zimiz millatimizdan bo'lib borib turib o'sha yoqda o'zimizni aldab tashlab kelib, kamiga foydalanib pul olib kelganlar rosa ko'pda. Berib tur borsam to'layman, qarzlarim bor ekan, berib tur alimentim bor ekan, to'lab kelaman, berib tur unaqa bo'libdi ekan, to'layman, oy onam kasal ekan, berib tur borib to'layman. Faqat uyalmaysizlarmi erkaklar? Bu ayollar yetim boqadi-da. Yetim boqish uchun, bitta uyida yetimini boqish uchun, uyidagi farzandini boqish uchun musofirga borib ishlayapti. Issiqda issiq, sovuqda sovuq demay. Qaysi vijdon bilan ko'rib turgan erkaklarimiz, endi tomoshabinlarimiz, obunachilarimiz ichida ham bordir, gap egasini topadi, hammasi ham emas. Yaxshi erkaklarimiz ham bor. Qaysi vijdon bilan ko'ngillaring qabul qilyapti shu yetimni pulini olib aldab yeb ketishga? U yetimini rizqini qanday vijdon bilan yeb ketyapsizlar sizlar? Sizlar naparot yordam berishlaring kerak emasmi? Ey singlim, ey opa, shu yerda ishlab yurgan ekansiz, mayli ko'p bo'lmasa ham mana $100 olib qo'ying, mana $50 olib qo'ying. Mayli uyingizda farzandlaringiz bor ekan, o'shalarga ishlatasiz deb chin ko'ngildan sizga beryapman deb nabarotiga berib kelishdi o'rniga onam kasal edi berib tur, voy farzandim palonday bo'libdi, palon joydan tushib ketibdi berib tur. Uyalmaysizlarmi? Ertaga u yoqqa borganda savol javobini qanday qilasizlar? Ularni, bu ayollarimizni uyida kutib o'tirgan, uyida ham ota mehridan, ham ona mehridan judo bo'lib, bebisini qo'lida katta bo'layotgan tog'alardan dakki bir dasturxonni boshiga o'tirganda yomon qarash ko'rib katta bo'layotgan yetimni haqqini yeb ketgani, endi erkaklarimiz uyalmaysizlarmi? Qaysi vijdonlaring qabul qilyapti shularni haqqini? Men juda ham achinib ketdim, lekin to'g'risi men shu vaqtgacha ishlagan vaqtim, men boshqa o'qigan vaqtim bunaqa vaziyatda ichida bo'lmaganman. Baribir odam atrofidagi masalan ishlaganman, ish joyimdagilar ham normal bo'lgan. Men bunaqa vaziyatni ko'rmagan bo'lganman-da.
man endi eshityapman, endi ko'ryapman, shunchalar nafratlanib ketdim, shunchalar xafa bo'lib ketdim. Masalan, menda ham farzand bor, boshqasida ham farzand bor. Men o'zim Xudo ko'rsatmasin, agar farzandimni tashlab musofirchilikka ishlagani ketadigan bo'lsam, bironta inson meni shunaqa qilib aldab ketadigan bo'lsa, menga qay darajada ta'sir qiladi? Farzandim bu yoqda birovlarning qo'lida o'tirib, onam pul yuborsa bir nima olib yeyman, onam pul yuborsa bir nima olib kiyaman degan vaqtda o'tirib, ularning qanday rizqini kesib ketyapsizlar erkaklar? Ozgina vijdonlaring bo'lsin. Men rosa xafa bo'lib ketdim, lekin shunaqa erkaklardan bor-ku. Rosa xafa bo'ldim. Yetimda haqqi. Endi bu vaziyatga tushsa o'zi tushmagan, o'zi tushsa-ku biladi. O'zim farzandlari tushsa, yaqinlari tushsa biladi. O'sha uchun balki deymanda, balki qaysilaring uchundir saboq bo'lib qolar, unaqa qilmanglar, ayollarimiz xo'rlamanglar. Ayollarimizga nabarot yordam beringlar, chetda musofirchilikka bekorga bormagan, quturganligidan bormagan. Insofni o'zlaringga bersin. Xo'p. Sizlarni ham boshlaring qotirdim. Birinchi variant, ikkinchi variant qilib tanlaysizlar. Unday bo'lsa, tanlagan bo'lsanglar, men birinchi variantdan boshlayman. Aqllaringga inson bilan yarashuv bo'ladimi, qaytish bo'ladimi, nima uchun qaytmayapti, nima uchun yarashmayapti, shunaqa mavzularda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Rosa xafa bo'lib ketdim. Mana o'sha 3-4 kun ichida rosa xafa bo'lib ketdim. Hammasi ayollarning haqqini yeb qochib ketganlar. O'sha ayollarni, musofirdagi ayollarimizni haqqini yeb, o'sha pulini olib berib tur, qaytaraman berib tur. Xo'p, olibsan, o'sha ayoldan olgan pulingga farzandlaringga narsa olib kelyapsanmi? Qaysi vijdon bilan yediryapsan o'sha uydagi farzandlaringga? Qaysi vijdon bilan yediryapsan uydagi xotiningga? Uydagi xotiningdan qo'rqar ekansan, ikkinchi xotin qilib nima qilasan? Bajara olmas ekansan. Ikkinchi xotin qilish hammaga emas. 4 kun yashab qochib ketib, tavba. Yer qanday ko'tarib yurganiga hayronman-da shunaqalar. Aqlimizda insonning holati. Aqlimizda insonimiz qaytmoqchi, o'ylayapti, sizni tasavvur qilyapti, sizni sog'inyapti, sizni go'zal tasavvur qilyapti bu aqlimizdagi insonimiz. Bilasizmi, bu insonga rosa qarshiliklar kelyapti, har tomonlama qarshiliklar kelyapti. Faqat qarorlarni qat'iy ushlab olgan bu inson meni dunyoyim, bu inson menga kerak deb yo'l ko'rmayapti bu inson o'zida. Ko'zlari berk holatda chora izlayapti, chora topolmayapti, shunaqa holatda turibdi. Ikkilanishda, faqat va faqat ikkilanishda qolgan bu inson. Aql bilan ish tutishim kerak deyapti. Aql bilan, his-tuyg'ular bilan emas, aql bilan ish tutishim kerak deyapti. Ikkilamchilikda ikkita yo'lda o'rtasida turibdi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Men 90% obunachilarim menimcha bir xil vaziyatda obunachilar, bir xil shaxslar hozirgi kunda o'zgarmayapti, ko'paymayapti menimcha. O'shaning evaziga faqat bir xil energiya tushyapti bu yerda. Xo'p, ikkita yo'ldan bittasini tanlash kerak. Rosa hozirgi ahvoli uncha yaxshi emas bu insonni. Qanaydir qayta o'qituvlar ham bo'lishi mumkin. O'ylayapti, aql bilan ish tutishim kerak, his-tuyg'ular bilan emas deyapti bu inson. Ikkilamchiliklarda ko'zlari bog'langan, yo'llarni ko'rmayapti, taqdirni, kelajagini ko'rmayapti bu inson. Ilonlar qurshab olgan atrofidagi insonlar xohlamayapti bu insonni birga bo'lishlariga. Qanaydir qarshiliklar qilyapti, lekin может bu inson bildirmaslikka harakat qilyapti-yu, lekin oila a'zolaridan yo atrof muhitdanmi qanaydir qarshiliklar kelyapti bu insonga. Qarorlarni olishga harakat qilyapti, lekin qanaydir qat'iy bu insonning qarori. Yo'q, aql bilan ish tutmoqchi. Sevishi bor, kimnidir jozibali, talpinishi bor, chiroyli deb bilishi bor. Xo'p, vayronagarchiliklarga uchrayapti, rosa vayronagarchilikka uchrayapti bu inson. Hasallar pirib ketyapti, janjal bo'lib o'tgan u ayol bilan o'rtalarida, lekin bilasizmi, har qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar men qarorlarimni qat'iy olaman va albatta yarashuv qilaman degan qarorda turibdi bu insonimiz. Kelajakka qarab qolgan bu inson, orzu havaslar bilan qolgan, ikkilanishlarda qo'llar ishga bormayapti.
no lekin bir unday bir bunday bir unday bir bunday vaziyatga tushib turibdi. Uga qarasa yarashaman, nima qilaman deyapti, yana bir qarasa yo'q, menga bo'lib munosabatlarni to'xtataman degandek qilib turibdi. Hozirgi kunda bilasizmi, qay darajada ikkilanishga tushmasin, qay darajada sovuq kunlarni boshida o'tkazayotgan bo'lmasin, kelajakda yorug' kunlari keladi, pul kelishi bor. Keladi, bu inson sizga qaytib keladi. Hozirda qarshichiliklarda turibdi, boshqada turibdi, lekin bu inson sizga qaytib kelishi bor. Faqat qarorlarni ola olmayapti bu insonimiz. Xo'p, endi ikkinchi variantdagilarga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variantdagilarimiz ikkinchi variantdagilar. Xo'p, bu inson hozirgi vaziyatda o'yin kulgularga berilgan, orzu qilyapti. Bu inson ham qanaqadir ikkilamchiliklarda ikkita yo'ldan bittasini tanlash kerak. Qanaqadir kimlardir qarshi chiqyapti bu inson yo'liga to'g'anoq bo'lyapti. O'sha to'g'anoq bo'layotgan insonlar yengib o'taman degan vaziyatda turibdi. Xo'p, dalchi yana nima bo'ladi? Dalchi yana ikkilamchiliklarda kimnidir qattiq sevishi bor, kimnidir juda qattiq sevishi bor. Bu inson pinhona o'ylayapti. U inson bilan hozirda ayrilgani tushyapti. Bu inson faqat mehnat qilish bilan band bo'lib qolgan. Bu inson bilan ayrilgan, aqldagi inson bilan ayrilganmiz. Ikkalamiz ikki tomondamiz. O'rtamizda qanaqadir to'siqlar bor, qarshichiliklar bor deb o'ylayapti. Ikkilamchiliklarda qolyapti. Pul kelishi bor yoki pul bilan bog'liq nimadir qilyapti, yo bo'lmasa muammolari bor. Qanaqadir dokumentalniy ishlari bor. Bu inson dokumentalniy ishlarni hal qilish kerak. Balki qanaqadir dokument sud ishi bo'lishi mumkin, sog'liq bo'yicha bo'lishi mumkin. Qanaqadir qog'ozli hujjatlarni hal qilish bor bu insonni va o'sha orqali bu insonga pul keladi, yaxshigina pul keladi, yo bo'lmasa qanaqadir pul kanallari ochiladi. Albatta yaxshi kunlari keladi. Faqat o'sha dokumentalniy ishlarimni hal qilsam, qonuniy ishlarimni hal qilsam, menga yo'lim ochiladi, pulim ochiladi, pul kanallarim, baxt kanallarim ochiladi va o'shandan keyin men qarorimni aniq qat'iy ola olaman degan fikrda turibdi bu inson. Xo'p, oxirgi kartani olamiz. Albatta dokumentalniy qog'oz ishlarini hal qilsa, bu inson bilan albatta birga bo'lib ketasizlar. Qarorni aniq oladi bu inson keyin kartangiz teskari tushyapti, unaqa qilyapti deganlarga men kartani teskari tushishiga anaqa qilmaganman, energiya qabul qilmaganman, men e'tibor bermayman kartani qanaqa tushishiga, chunki 90% menimcha karta ochayotgan tarologlar bu narsaga e'tibor bermaydi. Xo'p, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ayollarimiz, o'zlaringiz asranglar, aldanib qolmanglar har xil alfonslarga. Hozir alfonslar ko'payib ketibdi o'zimizda. Kamdan kam man erkakman deganlar kamdan kam qolyapti shekilli. Tavba qildim. Mana shu 3-4 menga bir 100 taga yaqin odam telefon qilgan bo'lsa, hammasi yo yigit aldab ketgan, yo bo'lmasa xotin o'sha er aldab ketgan, pul olib aldab ketgan, birga ishlab maoshini olib aldab ketgan. Tavba qildim. Beva ayoldan foydalanish bu yaxshi emas. Chunki Xudodan qo'rqinglar, chunki bu yerda yosh qizcha emas yoki bir bo'ydoq ayol emas, uni uyida yetimi bor, uni uyida kutayotgan qora ko'zlari bor, boqish kerak bo'lgan onam qachon pul yuborsa palon narsani olib yeyman deb kutib o'tirgan qora ko'zlaridan qo'rqinglar. Unaqa qilmanglar. Yana ham Alloh o'zi insoflaring bersa, endi bermaydigan qon bilan kirgan jon bilan chiqadi degan gap bor, unisi ham bor. Xullas, qolgani vijdonlaringga havolada o'zlaringni. Shaxsiy o'chirim uchun WhatsApp nomerimni qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.